Bugungi videoda Monza 1.5 atmosferniga qarshi Spark 1.25 ikkalasi ham stok. Hozir ko'ramiz qaysi biri tezroq. Ketdi. Tayyormisiz? Tayyormisiz? 1 2 3. Ketdi. Woo! Oke, Spark'da yoki fora beraman dedilar. Ikkinchi raund. Tayyormisiz? Tayyormisiz? 1 2 3. Do'stlar, natijani o'zingizlar ko'rdinglar. Spark ikkinchi raundda fora berib yutib qo'ydi Monzani. Monza endi bilmadim nima bo'ldi. Qanaqa u juda sekin yurar ekan xullas. Hech kimni xafa qilish niyatim yo'q, lekin Spark olib qo'ydi xullas do'stlar. Ushbu video yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosib qo'yinglar va Sparkchi akalarga mana shu videoni sirrochni jo'natib qo'yinglar. Hammaga omad.